Hozirgina ota-onalar majlisidan chiqdim. Bir qiziq voqea bo'ldi-da. O'sha bizni majlisga chaqirgan farzandlarimizning ustozi bolalarda yaxshi o'qimasligi, daftar olib kelmasligi, past baho olishi, o'sha urushqonligi, umuman tarbiyasizligi, ilmsizligi uchun kim javobgar, ustozlarmi yoki ota-onami desa, bir ota-ona aytayapti, ustoz javobgar deyapti. Ustoz bu uchun oylik oladi deyapti. Hayron qoldim, yoqamni ushlab qoldim. Qachondan beri tarbiyamiz uchun ustozlar mas'ul bo'ladigan bo'lib qoldi. Agar bu jamiyatda agar ustozlarni tarbiya uchun javobgar qiladigan bo'lsak, bu jamiyat hali beri tarbiya topmaydi ham, tarbiya ololmaydi ham. Juda qiyin masala bu. O'sha uchun har qanday vaziyatda aybni ota-ona o'zidan qidiring, ustozdan emas.